Bu asarni o'qigan inson hech bo'lmaganda bir marta bo'lsa ham ko'ziga yosh oladi. Assalomu alaykum. Men bugun Josef al-Umronning o'sha mashhur Fatimaning bolasi nomli kitobini o'qib tugatdim. Bu kitobni o'qiganimda ishoning, xohlamasam-da ko'zimga bir marta bo'lsa ham yosh oldim. Juda ham ta'sirli kitob, tavsiya qilaman o'qishni. Bu kitob nima haqida deydigan bo'lsak, bu kitobning bosh qahramoni Yusuf bo'ladi. Kitob asosan shu Yusuf haqida bo'ladi. Yusuf tengdoshlariga nisbatan aqlan va o'zlashtirishda maktabda orqaroqda bo'ladi va maktab ma'muriyati buni tushunib, uni IQ test qiladi. IQ testda ham past baho natija ko'rsatadi va buni ota-onasiga ma'lum qiladi. Afsuski, Yusufning onasi Fatima buni tan olgisi kelmaydi. Jamiyatda odamlar nima deydi degan narsaga o'zini tayyor emasligini ko'rsatadi. Buni men qabul qila olmayman. Fatimaning bolasi aqlan orqada ekan, sust maktabdan o'zlashtirishi past bo'lgan bolalar maktabida bolasi o'qir ekan degan gapni men ko'tara olmayman degan tushunchani ichida oladi-da, yo'q, men bunga qarshi kurashaman deydi. Bolasi bilan qattiq mehnat qilishga o'tadi. Bolasi bilan har kun dars qiladi, uni qo'shimcha darslarga boradi. Bolasiga qattiq bosim o'tkazishni boshlaydi. Tarbiyasida ham qattiq turadi, erkalamaydi, akalari bilan taqqoslaydi. Sen deydi, a'lochi emassan, lekin qara, akang zo'r, sening zo'r deydi. Sen unaqa emassan deydi. Erkalansa yo'q, erkalanishni to'xtatadi. Bosim o'tkazib, faqat darsga e'tiborni qaratadi. Va vaqtlar o'tib, Yusufda ijobiy natijalar emas, balki salbiy natijalar ko'rinish boshlaydi. Uning ruhiyatida, uning jismoniy turishida, maktabda ham, uyda ham unga mehr topolmaganligi uchun, o'zi uchun mehr topolmaganligi uchun faqat negativ xususiyatlar uyg'ona boshlaydi va bir qancha vaqtdan keyin u bilan bog'liq fojia yuz beradi. Shundan so'ng ota-onasining ko'zi ochiladi. Yusufni eshitishni boshlaydi, Yusufni borligiga shukr qiladi. Uni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qilishni o'rganadi. Bu asardagi ota-onadagi kamchiliklar hozirgi kunda bizning jamiyatimizda ham yo'q emas. Ko'pgina oilalarda bunday kamchiliklar bor albatta. Bizni yoshligimizda ham asosan endi ota-onalar ishlagan har doim. Ota-onalar farzand tarbiyasini, farzand bilan ilm olishni, u bilan shug'ullanishni, uni eshitishni eng oxirgi o'ringa qo'yib qo'yishgan. Onalar ham birinchi o'rinda o'sha uy ro'zg'or ishlari, pishir-kuydir, ovqat va eng oxirgi vaqt yetsa farzandga bo'lgan. Bu esa juda ham yomon narsa. Ikkinchisi esa bolani yashirin qobiliyati. Bolani o'zining yashirin qobiliyatini hech kim tushunmagan. Bu asarda ham o'zimizning hayotimizda ham bolani o'zini har bitta farzandni, har bitta bolani Alloh tarafidan berilgan bir o'zini xususiyat, bir iqtidori bo'ladi. Uni insonlar, ota-onalar anglab rivojlantirish kerak bo'ladi. Ammo ota-onalar hozirgi kunda nima qiladi? Yo'q, bolani o'sha yashirin iqtidorini topib, uni kashf qilish o'rniga, yo'q, sen doktor bo'lasan, sen harbiy bo'lasan, men shu yoshligimda shu orzumga erisha olmaganman, sen orqali men mana shu kasbni ko'rishim kerak deydi. Afsuski, bolada bu kasbga nisbatan qiziqish yo'q. Keyinchalik bolada o'zini kasbida qiziqish bo'lmasa, unga maza qilmaydi ishlaganida. Rassomchilikda ham yoki bo'lmasam boshqa dizaynerlikda bo'lishi mumkin. Men o'zim ham yoshligimda rassom bo'lishni xohlaganman, lekin bu kam mablag' olib keladi. Bu qishloqlarda rivojlanmagan deb bu kasbga meni qo'yib yuborishmagan va boshqa kasbdan ketganman. Yana bir muammo shuki, mana shu kitob qahramonida Fatimada bo'lgan muammo, ya'ni o'zini farzandida bo'lgan haqiqatni tan olmaslik, o'zlashtirishda orqadanligini tan olmaslik o'zimizning jamiyatimizda ham kuzatib turiladi. Ya'ni biron bir farzandda aqlan zaifroq yoki o'zlashtirishda orqaroqda bo'lgan farzandi bo'lsa, buni ko'proq bekitishadi. Insonlarni ko'ziga ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Va shu insonning farzandi shunaqa ekan degan gapdan qochishadi. U bilan shug'ullanmaydi, tashlab qo'yadi va vaholanki u boridan ham yo'q bo'ladi-da, hozirgi holatidan yomon holatga tushib qoladi. Agar o'sha bilan vaqtida shug'ullansa, uni qo'llab-quvvatlasa, u albatta o'zlashtirib ketadi. U kuchli inson bo'ladi, o'zini eplay oladigan darajada bo'ladi-da. Va keyingisi, oldinlari insonlarni ishdan, o'sha ishlaridan vaqti bo'lmagan bo'lsa, farzandlari bilan shug'ullanishga, dars qilishga hozirgi kunda ota-onalarni telefondan
ortishi qiyin. Telefondan bosh ko'tarib farzandi bilan dars qilishi, ular bilan o'ynashi bu juda ham katta muammo bo'lib turibdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Siz ham shu kitobni o'qib chiqdingizmi? Siz o'zingizga qanday insaytlar oldingiz? Men o'zimga shu tepadagi quyidagi insaytlarni, kamchiliklarni ko'rib chiqdim va keyingi kitob mutolaasigacha ko'rishguncha deb qolaman.